Bugünkü mamam etgan hikayeler 6. topidagi kitabımızdan ikkinchi hikoya Emin yolg'onchi. Buni ba'zi chog'da biz yolg'onchi bola deb hikoyada ismi oshna atiladi. Bu kitobda Emin yolg'onchi debdi. Buni bir o'qib boqaylik. Bir bola qo'y boqadi ekan. Qo'y boqqan bolalarni biz padachi deydi ekanmiz. Bu padachi bolaning ismi Emin ekan. U qo'ylarni tog'larga chiqib boqadi ekan. Lekin tog'lar jimjit, qushqashlar sayrab to'simi, lekin bu bola yolg'izchilikdan toza zerikib qoldi. Shuning bilan u qo'ylar toza obdan o'tlayotgan chog'da putini osmonga qarab qo'yib, putini almashtirib qo'yib, osmonga qarab yetibdi-da, kallasiga bir xiyol keldi. Debdi-da, o'rnidan chachrab, qo'poplam jinning barcha vaqirabdi. Voy, bo'ri keldi! Bo'ri keldi! Chopsam bo'linglar! Qutqizinglar! Bo'ri keldi! deb tog'ning bag'rida ishlayotgan, itizi ishlayotgan dehqonlarga qarab, jinning barcha vaqirabdi. Bütün yezdagi dehqonlar bu ovozni anglab, bulab, ketmon kakillarini ko'tarib, taqqarab yomishib yugurib minibdi. Şunun hammasi hasırab deb kepdi. Qarasa, qo'ylar bir obdan o'tlayotgan, atroflar shunchalik jim ham tinch. Hech qanday bo'ri yo'q. Shuning bilan bu dehqonlar bakmi xapabdi. "Ey balam, bu nima qilganing? Bu qilganing yaxshi bo'lmabdi. Qani u bo'rilar?" debdi-da, xapo'g'incha tog'dan tushib ketibdi. Shuna qilib bir necha oylar o'tabdi. Bu bolaning yana ichi pishib qopti-da. Shuning bilan bu dehqonlarni yana bir qatim ahmoq qilaychi. Ha debdi-da, yugurib o'pib, "Voy, bo'ri keldi! Bo'ri keldi! Bu da rost dedimki, bo'ri keldi!" debdi. Dehqonlar eng boshda ishonmay, bu yolg'onchi bolaning gapiga ishonmaydi deyishibdi. Yana ishkilinib qopdi. "Abla, voy qo'sonlarim, voy qo'ylarim" deb jinning barcha vaqirabdi. Xuddi rost bo'lgandek. Shuning bilan bu dehqonlar yana shapala toqqa qarab minibdi. Shuni toqqa qarab minibdi. Shuni toqqa chiqib qarasa, bu bo'rilar hech kim yo'q. Shuning bilan bu dehqonlar ketib qopdi. Buni kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Shundaq uzoq vaqtlar o'tgandan keyin bu och bo'rilar tog'dan raslam keldi. Bir bo'ri, ikki bo'ri. Bu bola ko'zlarini ishonmay qopdi. Bu to'ram rasmiy bo'ri keldi. Bo'rilar shundaq ichib yugurib qo'ylarga hujum qilibdiki, qo'ylar bo'lsa ma deb toz qochib ketibdi. Bu och bo'rilar kelib, qo'ylarning bo'ylaridan bug'ab hamma qo'ylarni yeb ketibdi. Buni ko'rgan bola chidamay jinning barcha qirabdi. "Bo'ri keldi! Bu da men rost deyapman, rost bo'ri keldi" desa, dehqonlarning hammasi, bu bolaning yanala kesil tutibdi-da, qara yolg'onchiligini. Endi bizni yana ahmoq qilay debdi-da, deb hech kimning kori bo'lmabdi. Shuning bilan bu bo'rilar qo'ylarni bo'g'ib bo'lgandan keyin bu bola hujum qilibdi. Bu bola qo'rqqandan yugurguncha daraxtning uchiga chiqib, aron degidek saqqabdi. Bo'rilar qo'ylarning hammani yeb, qo'saqlarini to'yg'izib ketib qopdi. Shuning bilan bu bola bütün qo'ylardan ayrilib qopdi. Keyin bu bola vaqiravergandan keyin dehqonlar chiqib qarab, bu dehqonlarning ba'zilari chiqibdi. Qarasa, rostdek bo'ri kelibdi. Bu bola daraxtning uchida turgan. Bu bola qarasa shunchalik shiqlabdi. Debdi-da, anandan aradagi bir cho'ng odam chiqib, "Balam, qara, sen bizni birinchi qatim, ikkinchi qatim ahmoq qilmagan bo'lsang, bu da sening qo'ylaring hammasi qutlib qoladi. Yolg'onchining quyrug'i bir tutam degan gap bor. Sen yolg'on gap qilsang, sana hargizmi ikkinchi qatim hech kim ishonmaydi" debdi. Shuning bilan bu bola
Özünün bir yolg'on gap qilgandan shunchalik ziyon tortibdi, ham shunchalik ko'ngli yerim bo'pti. Shuningdek, hargiz yolg'on gapirmaydigan bo'pti.